Başlıqmı? Başlap ketdi Ahmetjon. Mana gap o filmni Rossiyet bilan bir ko'ramiz. Bakziyan tanishlar shu Mutalibjon Qavul biznikini shu yakandan faxri, shu yumorda bo'lsin, hozir qilish o'zgisi maqsadi bo'lsin. Xalqimizga ma'naviy zo'q ato qilsin. Xalqimizning sog'lomligini alohida ko'rsatib qolgan bir munavvar bir bizniki biz faqat tegishli bir yaqin do'stimiz, og'inimiz. Shunga mushu mas'uliyatlardan ajoyib katta faoliyat qildim deydi. Bu faoliyatning jarayoni Mutalibjonda anglaymiz. Shu filmni bir tafsil ko'rib chiqsanglar. Rahmat. Salam to'rdoshlar. Hamda men shu Shinjon dal uzuq biyobandalik shirkatini 2021 qurib, 2021-yildan 5 yil boshlab mana ishlayapmiz. 30 necha xil o'zim mamlakatning kimiyli bor. Bunda asosli biz ilqi o'zimizning yerlik mahsulotlarni milliy tibobatni asos qilib, alayliq ma bir yig'izlam gapimdan tushunilishini umid qilaman. Yigitlarimiz uchun ishlangan, turmush bayarlar uchun ishlangan kapta tuxum yig'izlar qiyamimiz. Biz buni 198 qo'ydi, 138 qo'y sotib lekin 3 xil maqsadni hozir 99 qo'ydan kirani biz to'lab ichki o'lkalargacha ishlanadigancha separate dedik faqat 3-chi ishchilam qilgan faoliyat. Andaki mağlub qilib qolsa bizning 42 xil xuruj, 8 xil mig'izdan ishlangan 1 kilo chiqargan umum badan quvvat erg'an so'qmoq buni ayol o'rtaq iste'mol qilishga bo'ldi. Uyqusizlik, bash og'riq, unutqoqlik, chechilangulik, ichki mo'radan tutib bo'lgan ishtirib og'riydigan, kech ton segil chiqqan, suyuq tutamadigan, suyuq idish komplekt qilgan qilaqatda ajoyib yaxshi bo'ladi. Shu cho'nglarimizga bu nayibak yaxshi mas keldi. Maucho degan vaqtda bizningki zapaqul ishlangan zanjir murabbasi bunu üzerine marketing kimile. Bunu hem de bir qatim yeganlar bizningki menguli xaridor aylandi deb hisoblaymiz. Chunki bunda qon so'yib ketgan, qonni jigani mayqaplagan ahvollar qarta. Oson zuqandab qoldigan immun kuchi tuyan kishilarga nisbatan bu bek yaxshi chiqqan. Andikma boshdan tegiga ushaq chik munakchilar paydo bo'lib qolgan yo'lmusun chash maylishib pek tushadigan do'stlarimizga nisbatan bo'ldimi? Yemeklik o'lchimida ishlagan narsalarni bu yeydigan narsa bo'lganlik uchun bizning bu mayli shu uchun maqsadimiz bo'lsin, bir samo o'rni yo'q. Davlatning suhbat tekshirish o'lchimida o'tgan suhbat tekshirish to'plamlari chiqib biz shu 5 yil yaqin jarayonda setib kelayotgan maqsadlar. Shuna 3 xil maqsadlar 99 qo'ydan qilib ehtiyojini bo'lib qolsa, undidar qo'shish orqali ilvasanlar bo'ldi. Biz vakolatchi tutmaymiz. Vakalet tutmaymiz, bevasatimiz çünkü vakaletçi tutsak katlam payment şekillenip bu bahası örlep gitilirken. Bu şirinki biz hazır 99 koy versek inik bizge ziyan kılıdı. Bu mesela tibabetçi ustamlar hesaplap baksı buludu. Ülkes rayına hizip kosanlar buldu. Bu maksatla biz ziyan yetişimizlik sebep yeni bir Türk'ün xirida menbasini kolu keltiriş üçünden kulavatımız. Bu mahsulatımız ne? Hem de amacı bulap kalkasıqanlı biyasımlılar koşanlar. Çünkü bizim doyun dükkan yok. 133 64 74 52 44 133 64 74 52 44 degan bu nomerde undidar qo'sanmi yoki USB telefon sağlam bo'ldi. Mesela sonra uzanlik maskelerga maqsadini tavsiya qilib bersam bo'ldi. Shu Ahmetjonning filmlari bo'lsanglar xotirjam gap qilinglar chunki Ahmetjonniki izchil jig'ningan film ishlaganlik sababidan Ahmetjonninki filmlari Ahmetjon ishimdo, Ahmetjonni tushundi, Ahmetjonniki qalamqa maqsadni e'londan chiqarmaydiganini bildi. Ahmetjon har qanday e'lon bo'lib qolsa, suhbat tekshirish to'plamlarini ko'rib turib, o'zi gap qolmaganda, xaridorni oldiga qarab qolmaganda holatda bo'lsa, ana lekin e'lon ishlaydi. Shunga xotirjam iste'mol qilsangiz bo'ldi. Sizga uyga chiqdimmi ya? Mayli, o'sha 3-chi ichida qanchalik ziyon tarqatdi? Qo'yilib, bu nas bo'lib qoldi-ku. Bu asli payt etilish bahasi bo'yicha hisoblasak 996 qo'y bo'ldi. Biz necha vaqtni yaqin qilgan faoliyat bo'yicha bilsak 364 qo'y bo'ldi demiş 3 xil maqsad. Baqqallar jiqmi shu sizlar fizilini arasida bilmayman. Aşılar hesaplab baksı bo'ldi chunki mushuni eng tuvan baqqal vaqtida 128 qo'ydan baqqal. O'ylab baqinglar. Shu 3 xil maqsadni 99 qo'y qilib Fırsatlarını sizlik işlemde yok mu? To'liq ishni da, lekin men fursatni chin tuturanglar 99 ko'p 3 xil mas'uliyatni kirasini to'lab sappa degan gap Mutalibjon bir avz qo'ydim pulni xalqqa paydoga ayintirsin, yanjiqdan qo'shab berdi degan gap manda fursat yana kelmasligi mumkin. Mutalibjonning mana manda qaramliq bilan faoliyat qilganini bugun ko'ryapman. Sal tavakkul qilib qopti, fursatni chin tuturanglar.